Yoshligimizda it baliqdek cho'milardik, suv bo'lsa bo'ldi. Kichkina ariq yo'llar to'qda ham 50 kishi cho'milardik. Bitgacha molni to'ydirib, hamma ishni qilib qo'yib, hovuz yo kanalga cho'milgan borardik. Suvga birinchi bo'lib kim tushishi muhokama bo'lardi. Ori kimdir itarib yuborardi, shu bilan boshlanib ketardi. Suvga kalla otamanni qorin bilan tushib, qorin qizarib ketardi. Suvga tushgandan shippagimizni qo'limizga kiyib tushardik. Tashqarida qolgisa kimdir olib ketib qoladi. Hovuzga kiyib tushsak, hovuzlar yo'qolib qoladi. Keyin uyga borib, "Ey dada, shippam yo'qolib qoldi" desangiz, "Kim senga cho'mil" dedi. "Bor, yalangan yurasan endi" derdi. Quloqqa suv kirib ketib qolsa, bitta oyog'ida sakrab tushirardik. Agar suv tushmasa, qo'lingiz bilan kallangizga ursangiz, vibratsiya berardi. Suvni tagiga kirib, ikkita toshni bir-biriga ursangiz ham vibratsiya berardi. Ichimizda bitta bola cho'milishni bilmasdi. Hamma o'shani dimiqtirardi. Bechora qo'qqandan chekkalarda baqalar bilan cho'milib yurardi. Cho'milishdagi eng qo'rqinchli narsa hovuzdagi suvni bilmasdan ichib yuborish bo'lardi. Chunki siz bilasiz suvning tarkibida nimalar borligini, lekin litrlab suv ichib yuborardik. Kimdir cho'milib bo'lib, endi kiyinaman desa, loy bilan beliga urardik yoki kiyimini